Kelgisi. Biz ham kiraylik. Tezroq bo'linglar. Tezroq bo'linglar, bizga ham navbat kelsin. Navbatdagisi. Birinchi qator ikkinchi joyga marhamat qiling. Rahmat. Birinchi qator birinchi joy sizga muntazir. Rahmat. Marhamat. Menga tegishlilarni tezroq o'tkazib yuboring. Albatta. Marhamat, kiringlar. Marhamat. To'xtang. Sizga kirish mumkin emas. Nega endi kirish mumkin emas? Negaki siz ro'yxatda yo'qsiz. Odam o'zini uyiga ham ro'yxat bilan kiradimi? Tushunmadim. Bu meni uyim. Men o'z uyimga kirmoqchiman. Ichkarida meni do'stim kutyapti. Biz uyni hamma keraksiz narsalardan tozalashimiz kerak. Keyin oilamni ham qaytarishim kerak. Qoching, yo'limni to'smang. Afsusdaman. Endi siz ham, oilangiz ham ichkariga kira olmaysiz. Bekorlarni aytibsiz. Do'stim ichkarida. Men va oilam ham albatta uning yonida bo'lamiz. To'xtang. Nima qilyapsiz? Va nihoyat biz ko'p sonli jamoamiz bilan o'z maqsadimizga erishdik. Bu uy endi bizniki. Biz ham shu yerdamiz. Biz ham endi shu yerdamiz. O'ylaymanki, biz bu makonda abadiy ahil bo'lib yashaymiz. Yolg'on! Bu yer bizni uyimiz. Uni hoziroq bo'shatib qo'yinglar. Yo'qsa do'stim bilan barchangizni bu yerdan quvib chiqaramiz. Uni do'stini oldiga kuzatib qo'yinglar. Qani yo'qol. Mana seni do'sting. Seni ogohlantirgandim. Sen kimsan? Yo'q, kerak emas. Endi men ham uysizman. Nega ularni ichkariga kiritding? To'xtatib qolishga bir o'zimning kuchim yetmadi. Nega meni yordamga chaqirmading?